Futbol bo'yicha jahon chempionatiga saralash o'yinlari doirasida ikki qo'shni davlat Toshkentning Bunyodkor stadionida 1-0 hisobida uchrashuvni yakunlashdi. Kimdir ko'rmagan yoki ko'ra olmagan bo'lsa, mana hozir xuddi shu haqida gaplashib o'tamiz. Uchrashuvning xavfli vaziyatlaridan biri Qirg'iziston milliy terma jamoasi golkiperi Erjan To'qatayev tarafidan bartaraf etildi. Alijonov jarima maydonchasi ichida yiqitilgandan so'ng hakam 11 metrli nuqtaga ko'rsatdi. To'pga zarba yo'llash uchun yaqinlashgan Eldorjon penaltini raqib darvozasiga mixlay olmadi. To'qatayevdan yana bitta seyf. Keyinroq baribir Eldorjon gol urdi, ammo Qirg'iziston terma jamoasi Barselona stilida himoyada to'p surib, Eldorjon ofsaydda qolib ketdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining eng yorqin futbolchilaridan biri Bavariyaning bo'lajak futbolchisi Abbosbek Fayzullayev raqib jarima maydonchasi ichida Qirg'iziston terma jamoasini 6 ta futbolchisini dog'da qoldirib, qoyilmaqom assist berdi. Penaltini qo'lga kiritgan Alijonov baribir To'qatayev darvozasiga gol urdi. Hujumning o'ng qanotida harakatlanayotgan Abbosbek chiroyli performans ko'rsatib, yana bir assistni amalga oshirsa bo'lardi-yu, o'sha oqshom Buffon rejimini yoqib olgan To'qatayev bunga yo'l qo'ymadi. Bizda esa bu epizoddan bir necha chiroyli videolar qoldi. Alijonovdan keyin penaltilar borasida o'zini omadini sinab ko'rmoqchi bo'lgan Masharipov simulyatsiya uchun hakam tarafidan ogohlantirish olib, Sardorjon Azmun jamoasi Eronga qarshi uchrashuvni o'tkazib yuboradi.